muxlislari, biz muhtasham Humo Arenadamiz. 18 yil oldin orzular bilan chiqdi. Bugun esa biz qaytdik. Bir necha daqiqalardan so'ng Ummon guruhining kutilgan konserti, naq 10 yildan so'ng konsert. To'g'ri, bu konsert so'nggisi bo'lishi mumkin, lekin muxlislar juda ham bu konsertni kutgan edi. Oldi so'nggi to'lar. Bugun bu sahnada 2 kishimiz, lekin aslida 3 kishi bo'lishimiz kerak. Hikoyamiz qani? Tugagani yo'q. Yonimizda Oybek Nigora, lekin Oybek qani? Ular 4 ta Ummon bilan idaladigan yo ularning ishlari bor edi. Shu sababli kelolmadilar, lekin juda ham xohladilar. Bolalarga "Mani salomimni yetkazib qo'ying, bo'shashmasin" deb aytdilar. Обязательно dedim, yetkazib qo'yaman xudo xolisa. Ummon deganda o'sha ko'z oldingizga nechinchi yillar ilk eshitgan qo'shig'ingiz? Ani bir-biriga ikki potdan o'tkazardi-yu, oldi. O'shalar esimga keladi. Nima, bu qanaqa qo'shiq deganmiz edi, ha? Sokin tun, angladim bu. Lirikcha kelishgan. Voy deb voy qanday qarang, qanaqa ijod qilishyapti bolalar. Umuman professional darajada bo'lmasa ham muxlislari juda ham ko'p. Mana armiya shunday turibdi haqiqatda. Ana o'sha narsaga qoyil qolganman. Bolalar nechta negativ eshitsa ham, tosh otishsa ham to'xtashgani yo'q. Bu yog'iga ham endi to'xtamanglar. To'xtamaymiz va davom etsin. So'nggisi bo'lishi mumkin deyishdi. Bunga Yo'q, so'nggisi bo'lmasin. Ana yana keyingi nafas ochiladi-ku, o'sha nafas bo'lsin-da, chuqur nafas olib davom etinglar yo'lingizda. Chunki shuncha muxlislar sizlar uchun kelib turibdi, sizlarning ijodinglar uchun kelib turibdi. Bu juda katta baxt ijodkor uchun. Ummon baribir Ummonda. Ummonning konsertida bo'lmasligim bu xato edi. Michael Jacksonning konsertida bo'lmasligim mumkin edi, lekin Ummonnikida bo'lishim shart. Ummon men uchun O'zbekistondagi eng zo'r boys band. Backstreet Boys band. Boys band, bolalardan tashkil topgan banda deyiladi, gruppa Ummon deyiladi. baribir Ummonda. Ummon baribir Ummonda. Ummonni bir a'zosi o'tganda olamdan yomon bo'lganman. Hozir ham qanaqa qabul qilaman Jasursiz Ummonni deyapman, lekin na iloj, oxirat obod bo'lsin. Jasurni bugun eslaymiz degan umiddaman. Jasur Ummon guruhining bir chasti, ovozi har doim jaranglaydi yuragimizda. Biz Jasur Rapikovni har doim yaxshi ko'ramiz, yig'laveraman, chunki men uni addishi yaxshi ko'rganman, ukam sifatida ham. Ummon men uchun Jasur bilandir, lekin bu yog'iga bolalarga omad tilayman. Zohid Shoh, qo'linglarni tushirmanglar, sizlar eng zo'r komandasizlar. Jasur uchun ham davom etishinglar kerak. Sizlarni yaxshi ko'raman. So'nggisi bo'lishi mumkin deyishdi. Xudo xolasa Davom ettiramiz. Mayli 10 yilda bir obro'ni ushlab turib qo'ysanglar ham bolalar yo'q bo'lmanglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Opeladan. 11 yil oldin birinchi konsertda qilgan imijini qilib kelganman ataylarda. Mana shu birinchi konsertda shunaqa kostyumlarda chiqishgan. Xullas, Ummon guruhi qalbimizda sizlar yaxshi ko'ramiz. Xotiralar ular bilan o'tdi. Sokin turmanglar. Bilasizmi bu qo'shig'ini? Suzmoqdan oqimga qarshi dengiz. Oqimga qarshisiz, oqimga qarshi. Bitta kameraga qarab. Suzmoqdan oqimga qarshi. Senga salomimdan yaxshi. Suzmoqdan ovoz vaqtim uchun charchadim. Voy hozir ham zo'r qo'shig'i. Mana shu qo'shig'ini ham qizcha o'sha paytlar Ummonni har bitta qo'shig'ini yodlaganmiz-da. Aynan o'sha maktab davriga, kollej davriga to'g'ri kelgan. Juda ham ko'pchilik men tengi sinfdoshlarim, kursdoshlarim aynan mana shu Ummonni fanati. 2001lar Premyeralar ko'p bo'lgan yaxshimi yoki eski muzikalar bo'lsin? premyera ham yaxshi, lekin o'sha bizni qalbimizga o'sha eski qo'shiqlari bilan kirib kelgan va o'sha har bitta qo'shig'i hozir mana qo'shiqlarni qo'yapti. Har bittasini qo'shilib kuylayapman-da, chunki hammasini so'zlarini bilar ekanman. Ummonni qaysi qo'shig'i birinchi sevgilingizni eslatadi? Bunda bitta bo'lgan. O'sha bitta ashurani eslaydi bu. Siz o'zingiznikini ayting. Men Ulargami voy? Tamom bo'ladi. Uyga borsa kulishmaydi. Ummon baribir Ummonda. Eng yaxshi ko'radigan ashularim. Kim deyadigan ashular? 7-qavat. Sizlarga sho'x muzikalar bo'lgan yaxshimi yoki sokin muzikalar bo'laversinmi? Ikkalasi ham, hammasi. Sho'x bo'lsin. Endi ko'pchilik siqilgani kelganu. Baribir mayli. Trio. Premyera kutmaymiz chunki Jasur babi yo'q. Bay bay.
Qaysi qo'shig'i birinchi sevgilingizni eslatadi? Hozir sevgi haqida gapiradigan joy emas deb o'ylayman. Premyeralar ko'p bo'lgan yaxshimi yoki eski qo'shiqlar yaxshimi? Menimcha eski ashulalar bo'lgan yaxshi deb o'ylayman. Ashula ham menga anaqasi emas, to'g'risi men 4 yil oldin yaxshi ko'rgan qizimni kutmoqman bu yerga. Kelish kelmasligi hali aniq emas. Просто tak biletlarga men uni kutmoqman. Gaplashganmisiz kelish haqida? Tug'ilgan kunda просто pul bilan bilet bergan gapsa. Hurmatli gaplashtirgan. Keladi deb o'ylaysizmi? Ko'ramiz. Qaysi qo'shig'ini eshitish uchun keldinglar asosan? Dengizdan. Ko'proq premyeralar bo'lsinmi yoki eski muzikalarmi? Eski muzikalar. Umonda qo'shiqlarni o'sha maktab davrimizda eshitardik. Bu paytda ba'zi ham odamlarda bugungidek o'sha iPhone, smartfonlar ommalashmagan payt bo'lgan. O'sha Bluetoothdan Bluetoothga o'tkazganmiz. Bu paytda internetga kirib, YouTube, Instagramlar ommalashmagan davr, ya'ni O'zbekistonga kirib kelgan bo'lsa, mana u paytda rivojlanmagan davr bo'lgan. Shu Bluetoothdan Bluetoothga o'tkazib, eshitib, umuman bu o'sha kliplarsiz, oddiy qo'shiqlar, ya'ni MP3 qo'shiqlar bilan xalqning ko'ngliga kirib borgan O'zbekistonda menimcha kamsonli guruhlardan biri bu deb hisoblanib bo'lmaydi. Keyinchalik ham bu qo'shiqlar kliplar bilan taqdim qilingandan keyin ham ba'zi ham umr boqiyligi ta'minlangan deb o'ylayman. Ko'pchilik aytadiki, umon faqat siqilganlar eshitadi yoki o'sha muhabbatga erisha olmaganlar deydi. Ba'zi ham bu fikrda qisman jon bor. Ba'zi ham o'sha paytda chunki ko'pchilik o'sha sevgi muhabbat, ya'ni yigit va qiz bir-biri munosabatlarda va umonda qo'shiqlarni eshitib taskin topganlar juda ham ko'p deb o'ylayman. Ancha payt kutdik lekin bu konsertni, chunki Ummonda ashaddiy muxlislaridanmiz. Biz har safar mana ishdan qaytishimizda ovqatlanib, keyin mashinada ketganimizda shu qo'shiqlarni karaoke qilamiz. Juda ham sog'inganmiz. Bugun faqat Ummonga qo'shilib kuylaymiz. Va eng yaxshi ko'rgan qo'shig'ingiz? Eng yaxshi ko'rgan qo'shig'im qanday unuting? Ummonda mana shu qo'shiqni juda ham yaxshi ko'raman. 7-qavat yaxshi ko'raman. O'zim 7-qavatda turganman. Oxirgi konserti bo'lishini tilamagan bo'lardik, sababi biz bilamiz, bugun konsert nereal darajada zo'r bo'lishiga aminmiz va shu sababdan Ummonda yana sahnaga qaytishini tilab qolgan bo'lardik. Bu oxirgi konserti bo'lmasin. O'rtog'im gapiga qo'shilamiz. Biz ham qo'shilamiz. Omad. O, bilasizmi, sahnaga chiqishdan oldin juda ham kuchli hayajonda bo'ldik. Chunki 10 yil aytganingizda 10 yil sahnaga birga chiqmadik albatta. Juda ham kuchli hayajonda bo'ldik. Shu muxlislarni sog'inchi, muxlislarni talab va istagi uchun shu konsertni qo'ydik. Konsertdan so'ng ham yana hit musiqalar kutamizmi sizlarda? Gapam. Demak, Ummon guruhi yana davom etadi. Birinchi navbatda rostgo'ylik, chestni bo'lgan, har doim yuz-yuzga gapirgan, har doim haqiqatni gapirgan, har doim to'g'ri so'z bo'lgan. Birinchi an'analar, eslatadigan narsalari shu. Muxlislarimizga kattakon rahmat. Bizani shu darajada qo'llab-quvvatlaganligi uchun, unutmaganligi uchun kattakon rahmat deb qolamiz. Muxlislaringizni qanaqa ta'riflaysiz? Endi bilasizmi, bitta gap bor-da, muxlis bevafo deyishadi. Lekin Ummonning muxlislari unaqa emas ekan. Buni bugun isbotlashdi. Chunki 10 yillik tanaffusdan keyin ko'p artistlar yo'qib ketadi-da. Demoqchiman, hozirgi hitlar ham 2-3 oy yashayapti. Undan keyin eshitmayapsiz ularni. Lekin bizani muxlislar 10 yil ijod qilmasa ham bizani musiqalarimiz bilan yashashdi, musiqalarimiz bilan ulg'ayishdi, birga katta bo'lishdi. Nafaqat ular, biz ham birga katta bo'ldik-da shu qo'shiqlar bilan. Shuning uchun Ummonning muxlislarini uradigani yo'q lekin. Ko'pchilik duet kutgan edi konsertda. Aha. Lekin ko'rmadik. Yo'q, duet taronalar bo'lmadi. Chunki o'zimizning taronamiz juda ko'p. 400 tadan oshiq taronamiz bor. Ularni har bittasini konsertda aytish o'z planimizda bor, lekin vaqt yetmaydi. O'shaning uchun duetlarni bu safar qilmadik. Konsert yakunida aytdingiz, kelasi yil ko'rishamiz, xudo xolasa degan fikrdasiz. Demak, rejada bor, to'g'rimi? Albatta, rejada kelasi yilga ham bor, tur ham bor, xudo xohlasa. Butun viloyatlararo. Biz Ummon guruhiga omad tilaymiz va eng eksklyuziv yangiliklarni doirada kuzatib boring.
Bugun biz Milliy kino san'at saroyidamiz, chunki bu yerda uzoq kutilgan filmning premyerasi bo'lib o'tmoqda. O'zbek zabardast rejissyorlaridan biri Rustam Sagdiyevning navbatdagi shedevri deyishimiz mumkin. O'zbek kinosi haqida turlicha mishmishlar, salbiy fikrlarni eshitganmiz. Hattoki o'zbek kinosini o'ldirdinglar degan gaplar ham yo'q emas. Xo'sh, Rustam Sagdiyev filmlari o'zbek kinosini komadan chiqara oladimi yoki yo'q? Fikrlaringizni izohlarda kutaman. Prokuratura deganda oddiy ish emas ekanda, men o'zim uchun kashf qildim. Bizni tinch, halovat turmushimizda shularning beqiyos o'rni bor ekan. Qahramonlikni ochib berishga harakat qildim. Bütün O'zbek xalqini yurakdan salomlayman va biz hozir filmni tomosha qilyapmiz. Haqiqatan film judayam bir o'zgacha ekanligi bilan va kriminal haqiqatlarni ochganligi bilan ham ajralib turibdi. Hali filmni boshi oxiriga yetmadik, lekin hozirdanoq to'lqinlanib, hayajonlanib ko'ryapmiz. Skолько вас свобода? 3-darajali yurist Sanjar Valijon. Xuddi shunday. Ishondim. Bu gullar sizga. Sevib qoldingizmi? Yo'q. Ha, bu darajada chiroyli emasman sevib qolishga. Yo'q. Ha, demoqchi edim. Xullas filmni birgalikda tomosha qilishimiz kerak. Hamma kelib bu filmni albatta tomosha qilsin. Aslida bularni bir boshqacha tangani ikkinchi tomoni bor deganda, prokuratura xodimlarining haqiqatda boshqa bir mashaqqatli tomonlari ham bor. Ya'ni xudo ko'rsatmasin, mana shu tinch zamonimizda tinch yashayotganimizda ham shularning o'rni juda katta, beqiyos. Bevaqt o'lim degan tushunchalar bor. Misol uchun kimdir o'ldirib ketishi mumkin, qotilliklar. Bularda juda bir shu masalada juda kuchli mutaxassislar bor ekan. Shu film orqasidan men bildim. Prokuraturada bunaqa qahramonliklar ko'p bo'lgan, lekin xalqimiz bilmagan bularni qilgan qahramonligini. Mana shu film orqali shu prokuratura xodimlarini gruppaviy qotilliklarga qarshi fosh etgan bitta jinoiy guruh fosh qilganini haqida film gapiradi. Bo'lgan voqea asosida qilingan film albatta. U ani forma kiyib yurgani bilan men prokuraturada ishlayman degani emas. Uyda o'ziga yarasha mashaqqati bor, oilasida ziddiyatlar bor. Misol uchun, kerak bo'lsa, qanaqadir bitta yaxshi bir insonni qotilini topish uchun pullab, oylab, mana shu oilasini ham unutib qo'yib, ishxonasida vaqtini o'tkazadigan holatlari bo'ladi. Katta jasorat, bu katta qahramonlik. Tangani ikkinchi tomonni ham ochib berishga harakat qildik xullas. Juda qiziq film xronometraj juda katta, kesmagin deyishdi. Ozgina qisqartirib ekranga desam, tomoshabin o'tirib ketib qolmaydi deyishdi. Endi ular ko'rishdi. Endi men ijodkor bo'lganim uchun, film rejissyor bo'lganim uchun o'zim filmni qaychilashga o'zim bolamni oyoq qo'lini kesib tashlagan holat bo'ladi. Film avvalgi filmlar bilan farqi, men birinchi marta ijodimda detektiv triller janrida film olman. Men uchun juda bu og'ir, ko'p qotilliklar bor-da, o'lim, qon, mana shunaqa sahnalar bor. To'g'risi bunaqa sahnlarga yo'raman. Bu qanaqadir men ijod qiladigan erkin janr emas, lekin baribir bu janrda ham odam ijod qilib ko'rish kerak. Əvvəla bütün Özbək xalqını ürəkdən salamlayıram və qədərli Özbək xalqına təşəkkürümü bildirirəm. Mənim üçün bu ilk idi Özbəkistan filmində çəkilmək. Digər bir tərəfdən də Özbək bir prokuroru canlandırmaq ikiqat çətin idi. Təşəkkürümü bildirirəm Özbəkistanın məşhur rejissoru Rustam Sagdiyevə ki, bu təklifi mənə elədi və biz bir balaca mən narahatlıq çəkirdim ki, necə olacaq? Çünki biz ikimiz də türk dilli xalqlar olsaq da Özbək və Azərbaycan, amma müəyyən fərqləri var, mental fərqləri var, mədəniyyət fərqləri var. Rustam Sagdiyev kinolari har doim yaxshi chiqqan. Shu xalqimiz sevib tomosha qiladigan kino bo'lgan. Menga ichki ishlarni, operani roli tushdi menga va u rol menga yengillik bo'ldi. Chunki meni oldingi rollarimda aynan mana shu detektiv opera roli bo'lmagandi. Meni moslashishimga albatta Rustam Sagdiyev birinchi navbatda yordam berdilar. Prokuratura bu yerda asosiy gavdalantirilgan. Ularning ishi jinoyatda aql bilan ochish. Lekin asosiy ishi bu yerda oper qiladi ichki ishlar. Rejissyorning eng katta yordami shu ichki ishlarga rahmat deyman. Eng katta yordamligi orqali o'zlashtirildi. Bobur Imamov, Baxtiyor o'g'li. Eng eksklyuziv yangiliklarni doirada kuzatib boring.